ko'pchiligiga hozir maxsus kiyimlarni topish juda ham bir muammo bo'lyapti. Endi men sizlarga bitta narsani aytaman. Hozirobod masjidining to'g'risiga borsanglar, mana shu turgan do'konimizni bosh, nima deyiladi? Bosh ofisi deydimi? Shogird? Ha? Bu hozir Sobir Rahim metrodan kirganinglarda Promzonadan Erkinga qarab chiqib ketirish yo'lida shuni o'ng qo'lda. Bu filial bu. Bemalol kelib mana shu uniformalardan foydalanib, mana bunaqa kallasi butun bolalar usta. Bu bizlar shogird. Asaqa bir ikkita. Bizlarniki endi elektrik, o'zbekchasiga elektrik. Tegmasa teg, mana shu ahvolga tushib turibdi-da. Gapir bu narsani. Men ham gapiraymi? Gapir. Bo'lmasa nosvoyim tushunib qo'ying. Siz o'zingiz gapirib turing. Iloji bo'lsa boshqa farosatlilar kelmasa-da. Sog' bo'ling. Mana shu yerda hammasi.